Mana bu bizning mahsulot mana. Buni kelishga qiynalardik. Olmaloqli mana lochin degan ukamiz mana shunaqa narsani ishlab chiqarib berdi. Mana hozir ko'ringlar qanaqa chiqishini. Burchi-burchiga keyin razmerlari ko'p shunga bo'lib mana. Chiqarib mana. Mahsulotimiz chiqdi mana. Mana kesilishlari. Biz Olmaliqda Kelez shahriga olib keldik. Kelez Navoiy jamoat xo'jaligida. Shu narsani chiqarib berdi, baraka topsin. Mana ishimizni ancha yengillatib berdi mana. 2 minutda, 12 ta ishimiz tayyor bo'ldi mana. Mana 2 minutda. İşte qolip bilan oldi. Kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Ishiga javob olgan. Mana haqiqatdan ko'rdinglar mana qanaqa chiqarib berganini.